O'zbekistonda soat 17. Beminnat osh, beminnat non tuzi haqqi. Dilimizdan tushmas tinchlik so'zi haqqi. Onamizning mo'ltiragan ko'zi haqqi. Shu vatanga qanot bo'lib yashaylik biz. Kelajakka har kim hissa qo'shmoq kerak. Vatan desa tomirdan qon tushmoq kerak. Bor-ku bizda kuchli bilak, metin yurak. Shu vatanga qanot bo'lib yashaylik biz. Farzandanga shoronli shalqaroq uchun bobolardan meros qolgan samoq uchun kindigimiz qoni tomgan to'proq uchun shu vatanga qanot bo'lib yashaylik biz. Qadr oslasang bordur buni ko'rolmaslar. G'iybat qilmay bir zumgina turolmaslar. Birdan bo'lsak ular yurtga yo'nolmaslar. Shu vatanga qanot bo'lib yashaylik biz. Askar senga sarhadimiz omonatdir. Bu xizmating yoning uchun sadoqatdir. Bu ishingda Alloh o'zi bersin sabr. Shu vatanga qanot bo'lib yashaylik biz. Farzandanga shoronli shalqaroq uchun bobolardan meros qolgan samoq uchun kindigimiz qoni tomgan to'proq uchun shu vatanga qanot bo'lib yashaylik biz. Farzandanga shoronli shalqaroq uchun bobolardan meros qolgan samoq uchun kindigimiz qoni tomgan to'proq uchun shu vatanga qanot bo'lib yashaylik biz. O'zbegim O'zbekiston radio kanali. Qalblarga hamohang to'lqin. O'zbegim
yoshimiz qalbimiz yoritgan. Eslanar yoshligimiz, sodda beboshligimiz, to'lgan kabi olam gulga, ko'y kelar dilga. Eslanar yoshligimiz, sodda beboshligimiz, to'lgan kabi olam gulga, ko'y kelar dilga. Toma toma ko'z yoshimiz, sinaydi bardoshimiz. Toma toma ko'z yoshimiz, poklar qalb quyoshimiz. Toma toma ko'z yoshimiz, qorga ko'mar boshimiz. Toma toma ko'z yoshimiz, o'lchar yoshimiz. Gohi to'lar ko'zga yoshlar, izlaymiz armonni. Tegib ketsa tilga toshlar, istaymiz darmonni. Eslanar armonimiz, past baland imkonimiz. Aylangandek tomchi durga, dil to'lar nurga. Eslanar armonimiz, past baland imkonimiz. Aylangandek tomchi durga, dil to'lar nurga. Toma toma ko'z yoshimiz, sinaydi bardoshimiz. Toma toma ko'z yoshimiz, poklar qalb quyoshimiz. Toma toma ko'z yoshimiz, qorga ko'mar boshimiz. Toma toma ko'z yoshimiz, o'lchar yoshimiz. Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar, dasturlarimizni Ziyo maskanlarida eshittirish bilan davom ettiramiz. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi tomonidan Infolib O'zbekiston 2025-14 Milliy axborot kutubxona haftaligi tashkil etildi. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 72 maqsadida aholiga axborot kutubxona xizmatini ko'rsatish, yanada rivojlantirish, kitobxonlikni keng ommalashtirish hamda kitobsevar millat umummilliy g'oyasini ro'yobga chiqarish belgilangan. Hozirda hududlarda aholiga axborot kutubxona xizmati ko'rsatish, takomillashtirish, innovatsion shakli va turlarini hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy qilish orqali avtomatlashtirilgan kutubxona tizimini yaratish muhim yo'nalishlardan hisoblanadi. Mazkur jihatlarni inobatga olgan holda haftalik bir vaqtning o'zida O'zbekiston Milliy kutubxonasida hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyat va Toshkent shahar axborot kutubxona markazlarida tashkil etildi. Mamlakatimizda kitobxonlikni rivojlantirish umummilliy harakatiga aylanib ketdi, deydi ma'rifiy haftalikni ochilishida Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi bosh direktori Umida Teshaboyeva.
Prezidentimizning xalqimizni kitobxon millatga aylantirish borasidagi ezgu tashabbuslari hayotda o'zining yorqin ifodasini topmoqda. Bu jihatlar mana shunday ma'rifiy haftaliklar davomida yana bir karra namoyon bo'lmoqda. Infolib O'zbekiston 2025-14 milliy axborot kutubxona haftaligini o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad yurtimizda axborot kutubxona sohasini yanada rivojlantirish, aholiga axborotlar olishning manbai, shakli va metodlarini yetkazish, axborot kutubxona foydalanuvchilariga xizmat ko'rsatish, kitobxonlik va kitob mutolaasini targ'ib qilish, intellektual bilimi va saviyasini yuksaltirishga oid tadbirlar orqali ularning kitoblarga qiziqishini oshirishdan iborat bo'lgan. Ushbu ma'rifiy haftalik soha mutaxassislariga sohaga joriy qilingan zamonaviy ilmiy metodik ishlanmalar bilan tanishtirish imkonini berish ham ahamiyatlidir. Milliy kutubxona axborot kutubxona haftaligi doirasida jamoat va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda soha mutaxassislar va kitobxonlar uchun bir qator ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, seminarlar, davra suhbatlari, tanlovlar, treninglar, mahorat darslari o'tkazish hamda nashriyotlar ishtirokida kitob ko'rgazmalari, yarmarkalarni tashkil etish, mutaxassislarning ma'naviy madaniy bilimlarini oshirishga oid tadbirlar, mahorat darslari, viktorinalar, taniqli fan va madaniyat namoyandalari, san'atkor va ijodkorlar ishtirokida ijodiy uchrashuvlar, teatrlashtirilgan chiqishlar namoyish etishi rejalashtirilgan. Haftalik doirasida yosh avlodni kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida Yangi O'zbekiston kutubxonachilari yangi kuch, yangi imkoniyatlar, yangi marralar shiori ostida 5-yosh kitobxonchilar forumi o'tkazilmoqda. Forum maqsadida zamonaviy talablarga javob beradigan muvaffaqiyatli kutubxona axborot faoliyati uchun zarur bo'lgan shaxsiy va kasbiy bilim, tajriba va ko'nikmalarni rivojlantirish uchun sharoit yaratish, yosh kitobxon mutaxassislar orasida kasbning obro'sini oshirish va jamiyatda kitobxonachi hamda kitobxonlarning ijobiy imijini yaratishdan iborat. Shu bilan birga ushbu forum kutubxona ishchini tashkil etishda innovatsion loyihalarni sohaga tatbiq qilish uchun yoshlarning kasbiy faoliyatini rag'batlantirishni ham ko'zlangan. Bu yilgi forum doirasida qo'shni mamlakatlar kutubxonalarining ijobiy tajribasini o'rganishga bag'ishlangan suhbatlar, yosh kutubxonachi mutaxassislar ishtirokida kasbiy rivojlanishga doir muloqot, kutubxonachilik sohasida axborot texnologiyalarini yangiliklari, ijodkor kutubxonachi ruknida rasmiy chiqish bo'yicha tanlovlar, kutubxona menejmenti, intellektual qudratga ega yoshlarimiz, Yangi O'zbekistonning taraqqiyot ko'zgusi, zakovatli yoshlar yurt tayanchi, sun'iy intellekt foydalimi yoki zararli mavzularda seminar, treninglar o'tkazildi. Kasbiy mahorat kunida edo-ijro.uz tizimi haqida ham asosiy tushunchalar va undan qanday foydalanish usullari, sun'iy intellekt o'z loyihasini amalga oshirish nomli trening va mahorat darslari, intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Samarqand viloyati Toyloq tumanida Infolib O'zbekiston 2025-14 milliy axborot kutubxona haftaligi doirasida bir qator ma'naviy ma'rifiy tadbirlar ham tashkil etildi. Jumladan 5 yosh kutubxonachilar forumi hamda toyloqlik ijodkor Jamol Sirojiddin Humiy xotirasiga bag'ishlangan kecha va shoirning Ey dil senga ne kerak nomli kitobining taqdimoti bo'lib o'tdi. Tadbirda tuman hokimi Begzat Rahmatullayev, yozuvchi va shoir Farmon Toshev, xalq deputatlar viloyat kengashi kotibiyati rahbari Saidahmad Usmonov ishtirok etib, kitobxonlarning jamiyatdagi o'rni, yoshlarni ma'naviy tarbiyalashdagi ahamiyati va Jamol Sirojiddin Humiy ijodi haqida so'z yuritildi.
Ziyo maskanlarida eshittirishda davom etadi. Til bilan el biladi. Darhaqiqat bugungi kunda chet tillarini chuqur o'rganayotgan yoshlar safi kengaymoqda. Shu bilan birga o'quvchilar yoshlarga xorijiy tillarni o'rgatib, o'z bilimi va tajribasini oshirish asnosida xorijiy davlatlarda ham amaliyot o'tab kelishmoqda. Chirchiq davlat pedagogika universiteti turizm fakulteti nemis tili kafedrasi o'qituvchisi Hilola Turomboyeva fikrlari shu haqida bo'ldi. Bugungi kunda O'zbekistonda ustoz va murabbiylarga bo'lgan e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarilgani barchamiz uchun yurakka iliq, ruhlantiruvchi voqelikdir. Pedagog kadr sifatida biz bu e'tiborni doim his etamiz. Avvalo ta'lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar markazida ustoz shaxsi turibdi. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlarni qo'llab-quvvatlash strategiyasi doirasida ustozlar uchun yaratilgan imkoniyatlar bu faqat moddiy yordam emas, balki ma'naviy e'tirof hamdir. Chirchiq davlat pedagogika universitetida faoliyat yuritayotgan ustozlar uchun ham bir qator qulayliklar yaratilgan. Jumladan, malaka oshirish kurslari, tajriba almashinuv dasturlari, elektron ta'lim platformalari va metodik resurslar bularning barchasi ustozning kasbiy rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Ustozlar kuni munosabati bilan har yili universitetimizda faxriy mukofotlar, esdalik sovg'alar va ma'naviy rag'batlantirish tadbirlari o'tkaziladi. Bu nafaqat ustozning mehnatini e'tirof etish, balki yosh avlodga ustozga hurmat tuyg'usini singdirishga qaratilgan muhim tarbiyaviy qadamdir. Shuningdek, davlat tomonidan ustozlarning ijtimoiy himoyasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bularning barchasi ustozning hayotini barqaror va mazmunli qilishga qaratilgan. O'qituvchi sifatida biz davlat tomonidan ko'rsatilayotgan e'tiborni yuksak mas'uliyat bilan baholaymiz. Bu e'tibor bizga ishonch, ilhom, kelajakni qurish imkonidir. Biz ustozlar o'z navbatida kelajak avlodni tarbiyalashda bor bilim va kuchimizni safarbar etamiz. Nemis tilini o'qitish metodikasi haqida to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda O'zbekistonning xorijiy tillar ta'limida alohida o'ringa ega bo'lgan yo'nalishlardan biridir. Nemis tili o'qituvchilari sifatida biz ushbu metodikani rivojlantirish, uni zamonaviy talablarga moslashtirish va respublika miqyosida keng joriy etishda faol ishtirok etmoqdamiz. Nemis tilini o'qitishdagi metodik yondashuvlar so'nggi yillarda sezilarli darajada takomillashdi. Xususan, kommunikativ metod, integrativ yondashuv kabi xalqaro tajribalar asosida darslar tashkil etilmoqda. Bu metodlar o'qituvchilarda tilni faqat grammatik jihatdan emas, balki muloqot vositasi sifatida o'zlashtirishga xizmat qilmoqda. Chirchiq davlat pedagogika universitetida nemis tili kafedrasida yuqori malakali professor o'qituvchilar, Germaniyada tajriba orttirgan mutaxassislar, zamonaviy metodik qo'llanmalar va multimedia vositalari yordamida ta'lim beriladi. Bundan tashqari universitetimizda nemis tilini o'qitishga ixtisoslashgan bakalavr va magistratura yo'nalishlari mavjud bo'lib, talabalar nemis tilini chet tili sifatida, xorijiy til ingliz tili yo'nalishlari talabalari esa nemis tilini ikkinchi chet tili sifatida yuqori qiziqish bilan o'rganib kelmoqdalar. Respublika miqyosida nemis tilini o'qitish qamrovi ham kengayib bormoqda. Yurtimizning ko'plab shaharlaridagi oliy ta'lim muassasalari, litsey va maktablarida nemis tilini o'qitish faollashgan. Goethe instituti va Germaniya elchixonasi bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan seminarlar, treninglar va o'quv kurslari orqali metodik bilimlar barcha hududlarga yetkazilmoqda. Shuningdek, raqamli ta'lim platformalari orqali nemis tilini o'rganish imkoniyatlari yanada kengaydi. Onlayn darslar, interaktiv mashqlar, virtual muloqot klublari, bularning barchasi respublika bo'yicha qamrovni kengaytirishga xizmat qilmoqda. Nemis tili nafaqat Yevropa madaniyatining muhim qismi, balki lingvistika, pedagogika va tarjima nazariyasi sohalaridagi ilmiy tadqiqotlar uchun ham keng imkoniyatlar ochib beradi. Nemis tili pedagog kadrlari sifatida biz nemis tili bo'yicha ilmiy izlanishlarni faol olib borishni o'z oldimizga maqsad va vazifa qilib qo'yganmiz. Universitetimizda nemis tili bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar bir necha yo'nalishlarni qamrab oladi. Jumladan, o'zbek va nemis tillari o'rtasidagi leksik, grammatik va madaniy realiyalarning tarjimadagi o'rni o'rganilmoqda. Nemis tilini o'qitishdagi innovatsion yondashuvlar, interaktiv usullar va raqamli vositalar samaradorligi tahlil qilinmoqda. Nemis tilidagi ovqat nomlari, idiomalar, etnografik atamalarning o'zbek tilidagi ekvivalentlari tadqiq etilmoqda.
nemis tili va o'zbek tillaridagi ovoz tizimi, so'z yasash usullari va grammatik kategoriyalar o'rtasidagi farqlar ilmiy asosda yoritilmoqda. Bu tadqiqotlar nafaqat universitetimizning magistrant va doktorantlar tomonidan, balki professor o'qituvchilarning ilmiy loyihalari doirasida ham amalga oshirilmoqda. Xususan, Germaniyadagi hamkor universitetlar bilan birgalikda olib borilayotgan tadqiqotlar xalqaro miqyosdagi ilmiy jurnallarda chop etilmoqda. Goethe instituti bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan seminarlar, treninglar va ilmiy forumlar tadqiqotchilar uchun yangi g'oyalar, xalqaro aloqalar va grant imkoniyatlarini ochib bermoqda. Chirchiq davlat pedagogika universiteti turizm fakulteti, Germaniya elchixonasi hamda Goethe instituti bilan hamkorlik aloqalarini keng yo'lga qo'yganmiz, dedi o'qituvchi Hilola Turanboyeva. Bugungi kunda xorijiy tillarni o'qitishda xalqaro hamkorlikning o'rni beqiyos hisoblanadi. Chirchiq davlat pedagogika universiteti va Germaniyaning bir qator nufuzli oliy ta'lim muassasalari hamda Toshkentdagi Goethe instituti bilan olib borilayotgan hamkorlik Chirchiq davlat pedagogika universiteti uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalishlardan biridir. Germaniyaning qator oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik doirasida universitetimizda bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan, nemis tilini o'qitish sifatini oshirish, metodik qo'llanmalarni yangilash, ustozlar va talabalar uchun seminarlar tashkil etish kabi tashabbuslar doimiy ravishda qo'llab-quvvatlanmoqda. Elchixona tomonidan taqdim etilayotgan grantlar va ta'lim resurslari universitetimizdagi ta'lim jarayonini xalqaro standartlarga yaqinlashtirishga xizmat qilmoqda. Goethe instituti bilan hamkorlik esa metodik va madaniy jihatdan alohida ahamiyat kasb etadi. Institut tomonidan o'tkazilayotgan treninglar, o'quv kurslari va onlayn platformalar orqali ustozlar o'z bilim va ko'nikmalarini muntazam ravishda oshirib bormoqda. Xususan, Deutsch lernen DLL dasturi doirasida universitetimiz ustozlari zamonaviy o'qitish metodlarini o'zlashtirmoqda. Hamkorlikning yana bir samarali yo'nalishi ilmiy tadqiqotlar va tajriba almashinuvidir. Germaniyadan kelgan mutaxassislar universitetimizda mahorat darslari o'tkazmoqda. Professor o'qituvchilar esa Germaniyadagi ta'lim muassasalarida stajirovka o'tash imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Bu jarayon ikki tomonlama bilim almashinuvini ta'minlaydi va universitetimizdagi ta'lim sifatini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi. Chirchiq davlat pedagogika universiteti Germaniya elchixonasi va Goethe instituti bilan olib borayotgan hamkorlikni hamda Germaniyaning qator nufuzli oliy ta'lim muassasalari bilan olib borilayotgan hamkorlikni strategik rivojlanish vositasi sifatida baholaydi. Bu hamkorliklar orqali ustozlar va talabalar xalqaro maydonda o'z o'rnini topmoqda. Nemis tili ta'limi esa yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Biz ustozlar imkoniyatlardan samarali foydalanib, kelajak avlodga xalqaro tajribaga asoslangan bilimlarni yetkazishga intilamiz. Bugungi kunda xalqaro tajribalar almashinuvi pedagogik rivojlanishning muhim omiliga aylangan. Germaniyadagi stajirovkalar faqatgina tilni chuqur o'rganish emas, balki ta'lim tizimi, metodik yondashuvlar va akademik muhit bilan tanishish imkonini beradi. Universitetimiz professor o'qituvchilari so'nggi yillarda Germaniyaning Heidelberg, Leibniz, Münster kabi shaharlaridagi nufuzli universitetlarda stajirovka o'tab kelishmoqda. Bu tajriba ularga nemis ta'lim modelini chuqur anglash, dars o'tishdagi innovatsion usullarni chuqurlashtirish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish imkonini berdi. Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabalari ham Germaniyadagi ta'lim muassasalarida akademik almashinuv dasturlarida ishtirok etish imkoniyatiga ega. Ular nemis tilini jonli muhitda o'rganish, Germaniya madaniyati bilan tanishish va xalqaro talabalar bilan muloqot qilish orqali ko'nikmalarini mustahkamlashadi. Bunday tajriba ularning shaxsiy rivojlanishi va kasbiy tayyorgarligi uchun beqiyos ahamiyatga ega. Stajirovka jarayonida ustozlar va talabalar Germaniyadagi dars jarayonini kuzatish, metodik seminarlarda ishtirok etish, ilmiy tadqiqotlar olib borish va professorlar bilan fikr almashish imkoniga ega bo'ladilar. Bu orqali ular o'z bilimlarini boyitadi, yangi g'oyalar va yondashuvlar bilan tanishadilar. Xulosa qilib aytganda, Germaniyada stajirovka o'tashni pedagogik rivojlanishning strategik yo'nalishi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Bu imkoniyatlar ustozlar va talabalarning xalqaro tajribasini oshirish, ta'lim sifatini yuksaltirish va kelajakdagi ilmiy hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Biz ustozlar ushbu imkoniyatlarni samarali foydalanib, o'z bilim va tajribamizni yanada boyitishga intilamiz. Qadrli muxlislar, siz O'zbekiston radio kanalida Ziyo maskanlarida eshittirishni tingladingiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. O'zbekiston radio kanali
qalblarga hamohang to'lqin. Oddiy va samimiy to'lqin. Samimiy to'lqin. Uchratdim seni canon qiz, uchratdim seni go'zal qiz, qalbimdagi sevgi o'ti sen tomon intilar doim. Meni qiynama go'zal canon qiz, meni zor etma go'zal canon qiz, yurakdagi dardlarimni darmoni sensan, ortiq qiynamagin go'zal qiz. Meni qiynama go'zal canon qiz, meni zor etma go'zal canon qiz, yurakdagi dardlarimni darmoni sensan, ortiq qiynamagin go'zal qiz. Hayolimda doim sensan, hayotimda borim sensan. Sevdim seni chin qalbimdan, ishongin jonim azizim. Meni qiynama go'zal canon qiz, meni zor etma go'zal canon qiz, yurakdagi dardlarimni darmoni sensan, ortiq qiynamagin go'zal qiz. Meni qiynama go'zal canon qiz, meni zor etma go'zal canon qiz, yurakdagi dardlarimni darmoni sensan, ortiq qiynamagin go'zal qiz. Meni qiynama go'zal canon qiz, meni zor etma go'zal canon qiz, yurakdagi dardlarimni darmoni sensan, ortiq qiynamagin go'zal qiz. Meni qiynama go'zal canon qiz, meni zor etma go'zal canon qiz, yurakdagi dardlarimni darmoni sensan, ortiq qiynamagin go'zal qiz. O'zbekiston radio kanali oddiy va samimiy to'lqinlar jilosi.
termagan kim bor? Bog'ingdan gul termagan kim bor? Sen haqingda yozib ko'rsatib, sirdoshiga bermagan kim bor? Dastlab har kim qalam olgan yonib seni kuylar begumon. Maskan qurib har bir ko'ngilda oshiqlarni qoldirib dilda. Sevgi, sevgi 18ga kirmagan kim bor? Sevgi, sevgi bog'ingdan gul termagan kim bor? Sevgi, sevgi 18ga kirmagan kim bor? Sevgi, sevgi bog'ingdan gul termagan kim bor? Yuragimda his etdim qanot, tilsim kabi ochilur hayot. Visoldagi damlarim shirin, hijrondagi g'amlarim shirin. Tushdim chog'i men ham doningga, ezgu hislar baxsh etding menga. Hayotimga zarlavha bo'lding, ilk she'rimga sarlavha bo'lding. Sevgi, sevgi 18ga kirmagan kim bor? Sevgi, sevgi bog'ingdan gul termagan kim bor? Sevgi, sevgi 18ga kirmagan kim bor? Sevgi, sevgi bog'ingdan gul termagan kim bor? Sevgi, sevgi sevgi, sevgi sevgi, sevgi 18ga kirmagan kim bor? Sevgi, sevgi bog'ingdan gul termagan kim bor? Sevgi, sevgi 18ga kirmagan kim bor? Sevgi, sevgi bog'ingdan gul termagan kim bor? Agar inson biror narsani chindan istasa, Vaqt ham, imkon ham, yo'l ham topiladi. bizni tinglayotganingizdan minnatdormiz. Balki o'chgan edim yodingdan, shirin xayolingni buzdim. Laylo, Laylo seni yoningda birdam ko'rmoqchi edim o'zimni. Laylo, Laylo seni yoningda birdam ko'rmoqchi edim o'zimni. Dil navozim, dil afkorim yoningga uchay Laylo. Hislarimni yo'llaringga
bo'ldim yo'lingda, yo'llaringda yana o'zladim, yana paydo bo'ldim yo'lingda, yo'llaringda yana o'zladim, bechora qalb sening qo'lingda, ko'zlaringda mening ko'zlarim, bechora qalb sening qo'lingda, ko'zlaringda mening ko'zlarim. Dil navozim, dil afkorim yoningga uchay Laylo, hislarimni yo'llaringga marjonday sochay Laylo, senga yolg'iz saqlaganim qalbimni ochay Laylo, agar ishqimni rad etsang qaylarga boray Laylo. Jon Laylo, Laylo. Ko'ngilga manzur taronalar navosi, har yo'lingiz hamrohi. Bizni tinglayotganingizdan mamnunmiz. Hayotimsan, qanotimsan muhabbat, Muhabbat, yonginangda intizoring, xushdoring, xushdoring, o'yna o'yna navo, o'yna tartoring, to'lin oyga chiroy berar ruxsoring. Kel kel, kelsin bizga dunyo havasi, kel kel, kelsin bizga dunyo havasi, havasi. Sururimsan, g'ururimsan muhabbat, Muhabbat, tog' yulduzi bo'lib porlar iqboling, nazokatga mangu oshno kamoling, yuragim darmon vasling visoling. Kel kel, kelsin bizga dunyo havasi, kel kel, kelsin bizga dunyo havasi, havasi. Nahorimsan, bahorimsan muhabbat, ko'zlarimdan so'nmas o'pol qaro qaro bo'l, oshiq dilga sadoqatli qo'noq bo'l, qo'noq bo'l. kel kel, kelsin bizga dunyo havasi, kel kel, kelsin bizga dunyo havasi, havasi. Kel kel, kelsin bizga dunyo havasi, kel kel, kelsin bizga dunyo havasi, havasi. Nahorimsan, bahorimsan muhabbat, ko'zlarimdan so'nmas
zot bo'l, qaro qaro bo'l. O'ylarimda tarab ziyo charoq bo'l. Kel kel, kelsin bizga dunyo havasi. Kel kel, kelsin bizga dunyo havasi. Havasi, havasi, havasi. Ajab sirlar, ajab sirlar, ajab sirlar bormush subhi saboda. Umr aks etarmush oqar daryoda, oqar daryoda. Umid yulduzlari porlar samoda. Baxtim topgayman qaydil raboda, qaydil raboda. Bizning ham sevguvchi bordir dunyoda. Bizning ham sevguvchi bordir dunyoda. Muradu kunlarni o'shal barnodan, o'shal barnodan. Bizning ham sevguvchi bordir dunyoda. Ajab sirlar, ajab sirlar, ajab sirlar bormush subhi saboda. Umr aks etarmush oqar daryoda, oqar daryoda, oqar daryoda. O'zbekiston radio kanali qalblarga
hamohang to'lqin. Oddiy va samimiy to'lqin. Sensiz juda qiynalib ketdim, yuragimga nazar sol sen ham. Bundan ortiq azob bormikan? Sevsam lek sevilolmasam. Sensiz juda qiynalib ketdim, yuragimga nazar sol sen ham. Bundan ortiq azob bormikan? Sevsam lek sevilolmasam. Oh, bilginam yig'lasa kuysa, oh, qaniydi yig'lamay kulsam. Dardlarimni kimlarga aytay? Ishq bobida omadsiz bo'lsam, sevsam sevilolmasam. Desam kunlarim tunday, tonglarim ham yorishmas go'yo. Kunduz desam kunlarim tunday, tonglarim ham yorishmas go'yo. Sensiz juda qiynalib ketdim, hayotimda qolmadi ma'no. Ko'rolmasam yor, oh, so'zlaring tinglay olmasam. Dardlarimni kimlarga aytay? Ishq bobida omadsiz bo'lsam, sevsam sevilolmasam. Sensiz juda qiynalib ketdim, hayolimda yashaysan erkan. Hayhot menga armon yormikan? Sevsam lek sevilolmasam. Oh, bilginam yig'lasa kuysa, oh, qaniydi yig'lamay kulsam. Dardlarimni kimlarga aytay? Ishq bobida omadsiz bo'lsam, sevsam sevilolmasam. Sevsam
ko'rmasang, uni ko'rmasang, uni sevsang, kel bu sevgan qalbimizni tashlamaylik, o'tlara biz hasratimiz, dardimizni so'ylamaylik, yotlara biz. So'nggi nafasimgacha, jonimdan dilimgacha, oxirgi kunimgacha seni sevaman, seni sevaman. Hamisha so'nggi nafasimgacha, jonimdan dilimgacha, oxirgi kunimgacha seni sevaman, seni sevaman. So'dir insonning umr yo'li. Hey sevgilim, unda yayragay sevgining kuyi. Hey sevgilim, tinglab to'ymadim umrim bo'yi. Hey sevgilim, hayotman mudom seni sevaman, seni sevaman. Sen meni sev, bo'l meniki, sen menida, men seniki. Dok yo'rat sevginiki. So'nggi nafasimgacha, jonimdan dilimgacha, oxirgi kunimgacha seni sevaman, seni sevaman. Hamisha so'nggi nafasimgacha, jonimdan dilimgacha, oxirgi kunimgacha seni sevaman, seni sevaman. So'nggi nafasimgacha, jonimdan dilimgacha, oxirgi kunimgacha seni sevaman, seni sevaman. Hamisha so'nggi nafasimgacha, jonimdan dilimgacha, oxirgi kunimgacha seni sevaman, seni sevaman. Sevganimsiz sog' bo'ling erkan, bilsangiz ham bilmasangiz ham. Sevganimsiz sog' bo'ling erkan, bilsangiz ham bilmasangiz ham. Gul hayotim siz bilan ko'rkan, bilsangiz ham bilmasangiz ham. Chaman zorlari kezar meni yayrab, hayolimda sizni vasfingiz, xush olursiz misoli ko'rkan. Bilsangiz ham bilmasangiz ham, xush olursiz misoli ko'rkan. Bilsangiz ham bilmasangiz ham.
Bilsangiz nurlanar xona Bilsangiz ham, bilmasangiz ham Siz kulsangiz nurlanar xona Bilsangiz ham, bilmasangiz ham Olam sizning bilan namoyon Gulshan aro shamshod o'zingiz Sizdek malak bu olamda kim Bilsangiz ham, bilmasangiz ham Tengingiz yo'q vafodorlikda Olib darslar oshib erkindan Bo'lay sizga o'lguncha hamda Bilsangiz ham, bilmasangiz ham Bo'lay sizga o'lguncha hamda Bilsangiz ham, bilmasangiz ham Maqsadimiz bitta. Sizga munosib